Yurtimiz bo'ylab kitobxonlik haftaligi tadbirlari davom etmoqda. Aholi orasida kitobxonlikni targ'ib qilish, kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishni oshirish maqsadida o'tkazilayotgan mazkur jarayon Sirdaryoda ham kitobxonlarni o'ziga jalb etmoqda. Hozir shu haqida. Sirdaryoda O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida o'tkazilayotgan kitobxonlik haftaligining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda axborot kutubxona markazlari mutaxassislari, yozuvchi va shoirlar, yosh kitobxonlar, keng jamoatchilik hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Bir narsadan xursandmizki, yoshlarimiz kitob o'qish orqali va kitobga muhabbat orqali demak ko'zlagan orzu maqsadlarga erishish mumkinligini qalban anglab yetishyapti. Albatta bu prezidentimiz tomonidan yoshlarimizni kitobxonligiga, yoshlarimizni yorqin istiqboliga juda ham katta misli ko'rilmagan darajada qilayotgan sa'y-harakatlar deb o'ylayman. Marosimda haftalik doirasida amalga oshiriladigan ishlar, tashkillashtiriladigan loyihalar, adabiy tadbirlar, uchrashuvlar hamda kitob yarmarkalari xususida atroflicha ma'lumotlar berildi. Arzonlashtirilgan kitob savdo yarmarkasi, shoir va yozuvchilar bilan muloqotlar, turli intellektual viktorinalar yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Kitob bizga juda ham ko'p narsalarni o'rgatadi. Misol uchun o'zim har doim kitob o'qiganimda yangi g'oyalarga ega bo'laman. Dunyo qarashim kengayganini o'zim ham sezaman. Yarmarkada juda ham ko'p turli xil kitoblar bor ekan. Misol uchun o'zbek, bolalar, jahon adabiyoti kitoblari ham bor edi. Kitoblar haftaligi juda ham yoqayapti. Bundan tashqari viktorinalarda ham qatnashdik va o'zimizning bilimlarimizni sinovdan o'tkazdik. Shuningdek, viloyat maqom ansambli ijrosida kuy va qo'shiqlar yangradi. Sahna namoyishlari, jumladan viloyat musiqali drama teatri aktyorlari hamda Halima Xudoyberdiyeva ijod maktabi o'quvchilarining chiqishlari tadbirga alohida mazmun baxsh etdi.